Jılaydan işimiz mi yok? Yağan jılap koyaydık, hiç olmadı bir ölsen olmanın kanı dallarım öledik ya. Eski ölüm yok deyip, senin de eski ölüm yok. Yıkımның әммесіне фигурада дейді ғой, расмы я аңсап докторхан операция yapıp çıkıp көзін мыштал ашқалла чайны kim өткізбәді. Фигураның вақасы түйдімі ме деп көзін açып дейді докторхандыкилар. Ақшам чай қыласақ ма, елік әр бір жозы фигура. Докторхан қыласақ ма шу, банка қыласақ ма шу, фигура. Мынчы килодыке анышып орықлапты, яқ фигура кейіп орықлапты. İqimning hammasini figurada deydi. Buradan hikoyamni boshlab ketdim. Bo'ldi, figuraning iqimning hammasini tatib keldim-da, endi necha ming yurak shuksagan bo'ldi men hikoyamni. Bu ayrimxona figuraning hikoyasini yo'llab, figura to'g'riliq siz bu yaqimabsiz debman, nemishki yaqimman, men bir iste'molchisi. Kiyamagan bir iste'molchisi. Yo'q, yampashni ko'tarib mandaq qilib taxtishirab qo'ygandek bir yer bor. U yerga qap qizilib etishib ketdi. Lekin düşmanlik bo'lib qolg'im yo'q boshqalar bilan. Bu to'g'riliq so'zlab changaldab bir chiqsaq, nurg'un finsi ko'payib, nurg'un iqimlarga erishib ketishimiz mumkin. Ketning ko'tini gap acha deb tiximi, gap shaqlanib tiximi, filmlarimiz figura to'g'riliq ma qiziq nuqtaga chiqib, tixim eshib ketish mumkin. Lekin haq bilan düşmanlashib qolg'im yo'q. O'zimning asinganligimni yeb, hikoyani so'zlab, meni qo'llag'anlar, quvvatlab, yurakni berib, do'stlaringlar tavsiya qilib qo'ysanglar, qo'shmaganlar qo'shivasanglar, bo'ldi. Shu men uchun eng cho'ng yetarlik. Ortiq ishlarga aralashqim yo'q, shundami? Yaxshi bo'lsa ishini yeydi, yomon bo'lsa beshini debdiki. Men yana yig'ib, milin sasa, har kim pulini topadi. Kichik bir el bo'lib. Bek hadidan eshib kelsa, shu topgan tagidan bir kitumay so'rilib, xalqning til qog'ishi bilan vayron bo'ladi. Shundami? Hamma shu bilan emas. Hamma odam shu. Xo'sh, hikoyamni so'zlay, men dadamni jon achchig'imga patmay, shu minchilik kaltaklan bir nol qo'ydim, shu menga bir qarag'an pet plan yo'q, shiqildi, esidan ketdi. U deyam sudiyani chechib o'tadi, ko'chatlab yilqiyadi. Turib qo'rqmayman, dadamdan qotil bo'lib qolamanmi deb. Turib hijab undan qildim. Deyman. Ashta qilib olazat xil vaqtdan keyin taqaqlar biraqor taqib chiqib ketgan bo'ldi, o'yin ko'rib qolgan bo'ldi degandek. Biraqor ilk ko'ngilsizliklar azroq besiqib qolgan degan asli keldi. Asli kelib, men toza qarayib, sen aramliq meynat shumni, sen qanjuqni baxmasa xo'ptiga. Sen beshimga balo bo'lding, deb ilqiyadi. Xuddi bir nechtik o'g'andekmish da, turib sen beshimga balo bo'lding. Balo xurshum, meynat shum, qanjuq shum, aramliq ko'chida qoldigan shum. Og'zidan degan chiqib o'tadi, bu yerda. Og'zingni tat, davatmay. Ashta qilib og'iz degan buzib tilab zugal bo'lib qoldi. Biroq qudlarni taqab, u bo'lam yo'llarim yanib bunu qondirib qalmizmi? Bu bizga necha yil zulm salgan bu odamni, bu odamni qondirib qalmizmi? Bir-birimizga qaraymiz. Aniraraq yetib to'qmishimizga bir fukama ajiklaydi adamlarni deb yulashtirib ipmadi. Mansı bu haramlıq şumlarni vayron qildim. Bu haramlıq şumlarni bir kun xotirjam yashashini men bir ko'ray deydi. Biz bek xotirjam baxtli yashab ketibdik. Odam ashunda degidek bek baxtlik, xushal qo'llarimizga, yonchiqlarimizga patmay qolib qolgan pullarimiz bitchiga o'xshaydi odamning nazarida. Ashtaqlab yana bir oqir qog'ab, u narsani dorong tepib ketib, el qo'shnimiz yulab ip chiqib ketdi ashtaqlab. Qo'sadi kun chiqmay turib dorong darvozamiz urdi. Qutlanmag'idakmiz, beshimizga balo bo'pti. Buni xotindan ketgani, buni balchaqsi, buni uyg'otdi deb akamlar akirib qo'ymoqchi bo'ldi buni. Kichik bolalarimiz bak qo'rqamsa hozir qo'rqmaymiz, chunki bizmi cho'g'ib qoldik emas. Mana oldimiz o'linib, kelinlik bo'ldi, oldimiz baliq bo'ldi, bizmi tayyor bo'ldik, bizmi cho'ng odam qatori kirdik. Nimadan qo'rqamiz? Burunda ham titrab, jaloqishib ketgan biz hozir qo'rqmaymiz. Akirib tashiytay buni uyiga. Deb ikki akam buni akirib ketdi odamni. Shahardagi uyiga. Ming tas tepib biqlar uyini deb akiribdi. Akirsi degan o uyni boshqa birisi setibdi. Bu bir necha yilda odam bizni izlab chiqmagan, bizga rahmat Isoxulga ko'chida qolib ketgan asli. Xotini topgan tagini oshnasining yonchiqiga silib, yonchiqiga chingdab Andan av uyunumu setib, anqilayli deb qoq sanab qilib ko'chaga qo'ngib bir tik chiqarib yetib, oshnasilar ketib ketdi xotni. Ko'rdinglarmi? Oshna deganga nim bo'lsa ekan, tuyma pul bo'lsa bo'ldi. 5-6 balasi bor ekan, mana og'riqchan xotini bor ekan, xotiniga vafo qilmagan, 5-6 balasiga vafo qilmagan er kishi menga vafo qilmamdi. Demay turib, tekkan odamning aslida mer qara. Ko'zlagan nima uningki? Oila, muhabbat bir er kishining chin ko'ngil emas, mas'uliyatchan bir er kishi emas, uni kutadigan faqat ma pul. Vaqtliq masalasini, vaqtliq qiyinchilikni hal qilib, ma'lum bir o'tganlardan o'tib yurish o'ylangan maqsad. Har qanday uchinchi shaxslarning shu erlar biz ko'nglini xush qilish, ayollar bo'lsa, uning pul manfaatini erishish, ya'ni nurg'un bir kutadiganlar bor, omlashtirish bor bu yerda vaqtliq. Hech kim menga unda baxtli qilib, menga bir baxtli uy tutsam ekan deb bizni buzmaydi hammasi. Ma uchun. Shunda qilib ko'chaga tip chiqarib ketib, qaptikan, cho'ylab piqirab bardig'ini topolmay bichariya ko'chadagi maldagi uyni setib uysiz qo'ydi. Oxir izlab, so'rab yurib, obsharga ishdak purab yurib, bizni chiqsa, naq to'y kunimizga to'g'ri kelibdi. Ko'dinglarmi yaxshini? Akamlar shuni bilan bir piqirtib, beshinimizini topolmay yondirib chiqibdi. Yetimning og'zi ochiq ekan, buni qanapti deb biz endi bir bosh oyog'imizni tepib, bizning uyimizga
Ma bizning makonimizga kelib, endi bir-birlab bir yo'limizga kirib olsak, buni akab qundasak, buni akab baqsak, buning mijozi shu yavaşlab bir suv tushgan chashqandek bir bo'lib qolgan ishlar yo'q. Yo'l vosita bo'lib ketgan. Men bir menda qilib tikkan, bolarim kechiringlar deydigan ish yo'q. Yana degan har gukrab pichoqlarni ko'tarib el jamoatning oldimizga yugurib mushunda qilayotgan odamni biz boqimizmi? Bir punchalik o'zgargan bo'lsin nimda biz nimda boqimiz bu odamni. Shunda chiqib keldi, ikki akamga vaqirab ketman, unda boqamaydim. Tashlab olsanglar bo'lmamdi. Odam zoti yo'q yerga bir tashlab olsanglar bo'lmamdi. Nima ish chiqsizlar? deb aşağı desem elqi yondurib chiqqan aklarimga yaqinma meni oldimga yuguradi. Sen qonjuqni jo'q boqmaydigan narsa o'z vaqtida onun degan mehnatga men boqma desam, singlimning bir tal qizi xo'rinib qolmasin deb boqqan deydi. Ya'ni yiliq rahmatlik rahmati bo'lib ketgan. Bir chimdim tuproqqa aylanib bo'lgan, manjil bo'lib ketgan, o'lib ketgan opamizni tishlab tattiladi. Düşmanni chiqib uyda baqamda ko'dinglarmi men avvalni desam oklarimni kuch selishma. Sen qizib o'tirib mundaq bir oddiy bo'lib dodi deb xizmatimni qilsang bo'ladi. Sen degan bo'yning edam emas. Bir deb chiqirmasam sen degan yot deydi. Ko'ringmi ashni? Ya uymushiga, talamushiga uymushini qo'llabdi degandek meni bir deb chiqirib ekan. Men qanchalik ejirsin dedim. Mo'shilarning degan bakir qetdan yurib paypitak bo'lib, munashaqan bir onaning rolini o'tab, butun hammasini yugura yetim, ig'rinik ishini qilib men hamsiga mushta bir onu sifat holatda xizmatidan chiqib qarab olsam, meni ben neçilik ecrim yok olup kuman bir dilip tepip çıkarmak gerek adadan. Vay sen çıkar bir közden set görmeyi yok da sen çıkar bir ölsen olmamda xalqning bir doldurum ölüp bitirdik jig'laydik biz bir jig'ilsak jig'lab qo'ydik bo'lmasa jig'lamay bir yağandan yükrep qo'yib andan apır kümbeyda qo'ydik qishnadi yo'q bir ölsen olmamday sam jig'laydigan yeyishimiz mi yo'q yağan jig'lab qo'ydik hech olmam bir ölsen olmam xalqning doldurumi o'ledik ya eskiga o'lim yo'q debdi senandek eskiga o'lim yo'q davatim men ang'ochi degan ilaqqa oldu degan piqravatimiz yin kelinning oldida nomus qilib ketdi bularning oilasi mushu qadar qolaymiqanka deydi da iniqlam çünkü bizni tushunmaydi bilmaydi ham jirg'aroq tuqqanimiz bizni o'qisandek to'nib ketmaymiz Akam diyen ming hijilatlik yinkilenlik ayolının aldıda açtaq aklarim diye uççılap büyüyen bir gün konsun et degende ekirip taşıyıp tanlama adamni yeni yandırıp çıkırgan bolsanlar mesledik akam yok ma öydüm men çıkıp ketime men andak sanlarını vaz geçinal dedim dep şu cideller şu gep sözler bop kettik akamlarım taraftan edem bolsan olmamda taşıyıp desek da dikense dep qısa hilqi aklarimni yana bir o'tirib tilla ketyapti bir yavaşlab qolgan ish yo'q da anda bu o'tirib shunda bir zaboyib ketdi buningdan chiqqan puroq bir qarsamni nafratim qaynaydi da chunki nurg'un jafo mushaqqatlar qo'ygan iliq ayoli noqib turib tillab bolasini kelib quchog'iga tashlab belginning tayini yo'q qirqatlarni yug'izib butun ig'rini ish qilsa degan qiz ol degancha mushunda ish qilib kunish kerak hozir qilmasang omin haqini shuni qilsa biz seni ko'choqqa tashlatmadik qo'sqonmashadi yotqinmashadi mumkin qilsa deb turib Mena bir ishga yaqin o'zining bolasini, qo'shnisining bolasini baqtirib, nurg'un ezib etgan. Her bir dadamga qarsam, g'uch ichim qaynaydi. Agar dadam bo'lmay qolsa, desep cheylib olsam, bir erkishlik, bir g'ururlik, bir ishlar bo'libdilar, mayli bir ojiz kelmay bo'libdilar, o'tkazaychi deymay etganman-da men. Ichildirim degan qaynab, bo'z desep cheylib etganlarim kelib ketadi, ko'samlam. Aytsizmi bo'ldi? Akamdan ekir taşıyıtınlar. Meyli ülemdo, tirlemdo, kış olup tonlap kalamdo ya xotunu tepip aşını sizlerden tang bakamdo xotununa yinağa berip basan. Nima qısı qısun? Apırıp taşıyıtınlar. Sen az ezgenma, akamni qandaq o'tadi, apamni qandaq o'tadi. Yiliq yedi davatıma, qoq, sad, qoplu davatıma da gapni. Bo'ldi. Degan to'g'ri, seningcha biz bilmay qolamdi. Bilamiz. Sening yurgan aytsa bizning aytishmamdi. Biz erkish bir o'g'il bola senikidan bekar kichimiz qaynaydi, ekirib tashiytimiz xotirjam bo'l. Biz ezib chiqib qopdi. Qarsak bicharda qarab turgankin uning bundan da surishtiqsaq buning hech nimasi yo'qmishda yurgan. Sizlar bola so'sanglar beqinlar, dadini rozi qilinglar, onanglar yo'qkan u bu degankin biz tasallisini erib ketib chiqib tukam. Qapolmagan biz ekirib etimiz. Sen o'ylagan biz o'ylamamdi degan gapni qildik. Ma'qul dedik. Yana ekirib ketdik chiqagam. Yana ekirib ketdik. Qo'liga azroq pul berib, nega gapirib qo'ysanglar qo'yinglar. Özün təvəllikə yapır, kriz etəmsizlər, neymiş çıxsan aklınlar, hər qız yandırıb çıxmanlar. Desəm, yəni yenib çıxalmadı, yenib çıxsa bardağa yek barımız, bizim kiçik balamaz. Dedim, şundaq bir yenağı bir qancıq pul saldı ki, akamlağa, dedim, şu gəbini yenağı pulunu sapdı. Şundaq qılıb, ekirib, viyaga apırıp, yəni işimizini tapamayıq, paqarab tutulğan diken. Mağı da putqulu jayda, pişiqlarını götürüp jügərləyən diken, putqulun jaydaki işgəligini, sağlamlıqını, yəni azıraq bir qıldın işip qalğını hesapqa mağını saq, şu taşlatken bir taş etip yenib çıxdı. Çıqqandı getsək, hənin bolsa həbd ötdi, 10 gün ötdi, bir ay ötdi, çıxmadı biz. Hənin bolsa dedik, lekin